Avvalambor assalomu alaykum. Bekafti YouTube kanali obunachilari. Mana yangi haftani ham boshlab oldik. Hafta kuni yakshanba sanasi esa 18-yanvar 2026-yil. Mana damos narxlarini ham hozir sizlar bilan birgalikda narx-navolar qanaqa bo'ldi ko'ramiz. Obuna bo'lishingiz chiqmasin. Bekafti Instagram va TikTok kanaliga ham obuna bo'lib ketinglar. Hammasi oldinda kuzatishni davom eting. Biz boshladik. Birinchi damasamiz. Ko'rishingiz mumkin. Espero kalpaklar qo'yilgan. Shimizaratsiya bo'lmagan. Salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Chihol kiydirilmagan mexanika korobka. Bular avtomat bo'lib videoda ham qiziq gapirdi. Probega 20 km masofani bosib o'tgan. Orqa salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Hamma yog'i radni o'tiribdi. Xo'p. Yili 2025-yil ishlab chiqarilgan. Probega bor yo'g'i 20 km masofani bosib o'tgan. Metan gaz bilan qo'yilgan. 7,5 aytish narxi. Telefon nomeri 93lik 628 682 66 66 nomerlariga aloqaga chiqsangizlar bo'ladi. Kuzatishni davom eting. BMWni obzorkasi qo'yilgan. Shinera qidirayotgan akalarimiz uchun bu obzorkalar zotiskiy bo'ladi. Mashinamiz ham oilabop, ham yukbop plus bort jasad qo'yilgan. 5 kishilik bo'ladi mashinamiz. Orqa saloniga ham ko'rishingiz mumkin. Bemalol uzoq yo'lga ham ko'chib ketsangizlar ham bo'laveradi. Xo'p, orqalari qulf ekan orqasi. Ko'rishingiz mumkin. Gating. Xo'p. Salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Zo'r holatda turibdi. Chihol kiydirilmagan. Xo'p. Yil nechta dedik aka? 23. 2023-yil ishlab chiqarilgan. Probega 12.800 da. 12.800 km masofani bosib o'tgan. Shinera T32 ga. Ikkita oynalar knopkada bo'ladi. Narxi 13,5 aytish narxi 13 mingga bitadimi aka? Tak. Telefon bilan ko'rishingiz mumkin. 90lik 710 1102 nomerlarga aloqaga chiqsangizlar bo'ladi. Kuzatishni davom eting. Damazdan anchagina komfortli bo'lgan Wuling bardosh mashinamiz. Buni ikki xil rangi bor. Birinchisi oq, ikkinchisi esa seri rang bo'ladi. Bu emblemasiga qaranglar, Wuling bardosh aytib o'tganimizdek. Salon holatlarini ko'rishlaringiz mumkin. Juda ham tiniq, chunki masla mashincha. Chihol kiydirilmagan mexanika korobkada, monitor, ABS'lar bor. Xullas mashinamiz anchagina keng. Tak. Eshikchasi ham yumshoqqina ochildi o'zi ham. Xo'p, 7 kishilik bo'ladi. Ana bera bir dabavka sidanacha olasiz va mazza qilib ketaverasiz. Xo'p. Hozir kapotini ham kapotchasini ko'rishlaringiz mumkin. ABS konditsioner, xullas gidravlika rul ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p, 1.2 motorda och kuchi qancha aka? 82 ta. 82 ta och kuchi. Spark bilan bemalol tashashadi. Tak. Narx qancha? Skidga tushdi adashmasam. Shunday akajon, hozirgi paytda 119 million 900 ming so'm, ya'ni 12 million 100 ming so'm arzonlashdi. Oldingi narxi 132 million edi. Sizlar uchun 19 million 900 ga tushirildi. Xo'p, kuzov qanaqa bo'ladi? Zanglaydigan? Ha, zanglaydi. Lekin bemalol avtomashinani xarid qilaman agar desangiz, naqdga yoki hozirgi paytda kreditga ham chiqarib beramiz. ABS va hozirgi paytda konditsioner bilan jihozlangan. Menimcha ABS bilan konditsioner zamon talab bo'lib qoldi, yo'q. Xo'p. Telefon nomeringizni aytib o'tasiz? Tak, nomerimiz 90lik 511 51 24. Bekafti obunachilari aloqaga chiqsangizlar bo'ladi. Kuzatishni davom eting. Labo olib mebelda ishlaman yoki yuk tashiman degan akalarimiz uchun Laboni yangisidan topib qo'ydim. Bo'rt yasalmagan, bemalol qolagancha balandlikda yuk tashlasangizlar bo'ladi. Mashina metan gaz ballonlari qo'yilgan. Mashinamizga nomer hamma ishlari olingan. Xo'p. 8 deyizim probegini? Probegi 8,5 ming. Salon holatlarini ko'rishlaringiz mumkin. Juda ham idealni bo'lib turibdi. Chihol kiydirilgan, polik shimizalatsiya bo'lmagan.
Yuqori qalamlar qo'yilgan. Xo'p. 25 probek 8,5 ming narxi 8,000 bo'lsa berishadi. 7,800 ga bitadimi? Yo'q. Eng oxirgi narx bek avtonomidan chiqsalar. Telefon nomeringiz? 90lik 511 75 80. Bek avtomashlari aloqaga chiqishlar bo'ladi. Kuzatishni davom eting. Turizm bilan shug'ullanaman degan akalarimiz uchun sizlarga Jack M4 modelini topib qo'ydim. Buni bahaybatligini qaranglar, anchagina bahaybat mashinamiz va turizmga zo'r variant deb o'ylayman. Xo'p. Ko'rishlaringiz mumkin, anchagina keng. Hozir orqa qismlarni ko'rishlaringiz mumkin. Anchagina bahaybat mashinamiz. Xo'p. Mashin motor ishlab turibdi, lekin bilingani yo'q. Tak. Salon holatlarini ko'rishlaringiz mumkin. Zavodskiy monitor, mexanika korobkada, klimat kontrol ko'rishlaringiz mumkin. Orqa passajirlar uchun ham klimat kontrollar bor. Rul elektr usullikdir, yumshoqligini qaranglar. Anchagina keng, oyoq qisilmaydi. Xo'p. Yili 23 deysizmi? 2023-yil ishlab chiqarilgan. Probegi 51 ming yurgan. Xo'p. Narxi qancha deyapsiz? 18,5 so'rayapmiz, kelishamiz. 18 bitadi-da. Hay kelishamiz. Telefon nomeringiz? 93lik 761 66 77 Metan qo'yilgan. bor. 90 talik 320 90 talik metan qo'yilgan. 1-2 atmosfera motori, 2 atmosfera motorda bo'ladi. Aloqaga chiqishlar bo'ladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kuzatishni davom eting. Damas'ni niyabish rangdan topib qo'ydim. Xo'p, salon holatlarini ko'rishlaringiz mumkin. Apshat qilingan, chiqarib qo'yilgan. Xo'p, katta monitor qo'yilgan. Mashinamiz pult qo'yilgan. Xullas ishga tayyor. Eshikchasi ham tiq ochib yopilib ko'rishlaringiz mumkin. Menimcha shunchalarcha bo'lgan ekan mashinamiz. Benzinda ekan mashinamiz. Xo'p, probegi 14 ming yili 24. 2024-yil ishlab chiqarilgan. Narxi qancha deyapsiz? 7000 deyapman. 7 ming. Aytilish narxi 6,5 ga bitadimi? Yo'q, bitmaydi. Telefon nomeringiz? 99lik 427 66 77. Bek avtomashlari aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Kuzatishni davom